Assalomu alaykum savatdoshlar. Unda bo'lsa bizning muzokara vaqtimiz boshlandi. Biz hozir muzokaramizni boshlaymiz. Bizning bugun muzokara qilmoqchi bo'lgan darsimiz Durusul Lug'atil Arabiyya li g'ayril notiqina biha degan kitobning birinchi qism ikkinchi darsi. Biz ilgirki soatlik darsimizda birinchi darsning muzokarasini qilgan. Biz bugun ikkinchi darsning muzokarasini qilamiz. Oldi bilan bugungi darsda sizlar tushunmagan, so'raydigan savollaringiz bo'lib qolsa, bizning darsxonamizga yoki shu hozir bevosita o'qitayotgan ko'zning ostiga yozsanglar, men oldi bilan sizlarning tushunmagan o'rinlarga javob bersam, undan keyin men darsning grammatikasini bir qatam qisqa takrorlab o'tib ketsam bo'ladi. inkasni bizning Facebook betimizning ostiga emas, bu bizning darsxonamizga yoki shu YouTube kanalidagi hozir biz bevosita taqdim saytimizning ostiga yozgan bo'lsanglar bo'ladi. Unda bo'lsa arkadaşlar biz boshqa bolalar savol tashlamadi. Hozir ko'rayotgan bir qancha o'quvchi bor ekan, bular balkim tushunmagan yeri yo'q o'xshaydi. Hemen bugungi darsningki grammatikasi nihoyat ko'p emas, az. Faqat zalika haqida to'xtaldik. Faqat shu zalikaninki jumla tushuntirishni qisqa to'xtalib o'tib ketaman. Shundan keyin boshqa savollaringiz bo'lmasa, bugungi muzokaramiz shunga aralashgan bo'ladi. Biz o'tgan soatlik, ya'ni tungi soatlik darsimizda hada bilan tanishdik. Ya'ni bu degan ko'rsatish olmish bilan tanishdik. Tungi degandek arab tilida er kishini bu demakchi bo'lsa, buning boshqa so'z, ayol kishini bu demakchi bo'lsa, boshqa so'z, yiroqdagi odamni ko'rsatmoqchi bo'lsa boshqa, yiroqdagi ayol kishini ko'rsatmoqchi bo'lsa boshqa. Har biriga ayrim-ayrimcha so'z qo'llanadi. Hamda biz tungi soatlik darsimizda hazani o'rgandik. Ya'ni ko'z oldimizdagi yaqindagi birlik narsalarni ko'rsatish uchun. Hamda biz bugungi darsimizda zalikani o'rgandik. Zalika bu yiroqdagi erlik birlik narsalarni ko'rsatish uchun ishlatiladi deymiz. Buni biz yaqindagiga yoki yiroqdagi bo'lsa ayolga yoki ko'p kishilarga ishlasak bo'lmaydi. Ya'ni yiroqda bo'lish kerak, yolg'iz bo'lish kerak, shundaqla er kishi bo'lish kerak. Shularni ko'rsatish uchun ishlatamiz. Men bugun buni ixchamlangan shaklda men sizlarga avatdim. Hamda bayat men tunugungi topshiriq bolalarning topshiriqini tekshirish jarayonida bir o'quvchi ma nima degan gapni narsa keraklarga ishlatiladi deb yozibdi. Men shu nuqtani da ta'kidladim tungi muzokarada. Ma aqlsizlarga ishlatiladi. Aqlsizlar. Ya'ni aqlsiz deganimiz bu jonsiz emas, aqlsiz ya'ni hayvon degandek narsalarni uchun bu nima? Dedim-ku men masalan bir hayvonni ko'rsak, biz bilmaydigan bir hayvonni ko'rsak, bu hayvonni so'rash uchun men emas, mani uchun ishlatamiz. Demak, bu jonliq bo'lsin, jonsiz bo'lsin, narsa kerak bo'lsin, shu aql yo'q, aqlsiz narsalarni so'rash uchun ishlatamiz. Bir o'quvchi buni shunday yozibdi topshiriqda.
Ondan başqa so'raydigan savolinglar bo'lsa, so'ranglar, bo'lmasa bugungi darsimizda alohidabek mazmun yo'q. Savolinglar qolsa darsxonamizga yoki mushu kanalimizni ostiga so'rasanglar bo'ladi. Agar boshqa savolinglar bo'lmasa, men hozir shu 3 minut atrofida saqlayman. Boshqa savolinglar bo'lmasa, men tushunay. Shundoq arab tilidami masalan hayvonlarning uchun ayol bo'yicha muomala qiladigan yerlari bor. Masalan, hatto atalıq uchun o'xshamaydi. Masalan, biz ertalik darsimizda o'rganamiz. Xo'roz deganni boshqa ataymiz, to'xa deganni boshqa ataymiz. Tuguningki erkak tuguni boshqa ataymiz, kishi tuguni uchun boshqa ataymiz. Ko'pincha hayvonlar shunday ayriladi. Endi bizning muomalamizmi, ya'ni ko'rsatmoqchi bo'lsak, masalan, bu deb ko'rsatmoqchi bo'lsak, buning ayolligimi shu jins e'tibori bo'yicha bo'ladi. Jonliqlarningki jins e'tibori bo'yicha bo'ladi. Neresi keraklarning qanday bo'ldi deganda, neresi keraklarning qanday bo'lganligini biz keyingi darsimizda so'zlaymiz. Neresi keraklarning ayolligini biz uningki yozilgan xat shakliga, ya'ni bir harf bor ayollikning ifodasi bo'lgan. Shu harf bo'lib qolgan ismlar ayollik turiga tava bo'ldi, neresi keraklar ichidan. Shu harf bo'lmagani erlikka tava bo'ldi. Biz buni keyingi soatlik darsimizda so'zlaymiz. To'g'ri, sizlar saqlashimiz degandek, hayvonlarga o'xshamagan almashlar bor. Ya'ni erlikka hayvonlarga, ya'ni erlik bo'yicha ayollik, kishi hayvonlarga ayollik bo'yicha muomala qilamiz. Ba'zi o'quvchilarningki to'g'ri masala o'xshaydi. Kiramadiq debdi. Hozir dars anglayotgan 12 o'quvchi bor. 13 o'quvchi bor ekan hozir. Mendan bizning muzokaratimizga qatnashayotgan. Bizning normal, ovozimiz normal. Men hozir kirdim. Bu bir savoqdashimiz Qur'onda zalikal kitob deb keladi deydi. Ya'ni Qur'onda birinchi betida Qur'on Karimningki alif lam mim zalikal kitob deb keladi. O kitobda degan bo'lamdi. Bu kitob bu o'quvchining kallasiga kelgan savol endi bu Qur'on Karim oldimiz tursa, nima uchun bu o deb yiroqni ko'rsatadigan almashlar qo'llangan deb deganni maqsad savol so'rabdi. To'g'ri, Qur'on Karimdagi bu zalika degan bu yiroqni ko'rsatish olmishi hamda arab tilida bunday bir qoida bor. Ulug'liqni ifodalash uchun ko'rsatgan vaqtda yiroqni ifodalash, yaqindagi narsani yiroq almashlarni ko'rsatish bu ulug'liqni ifodalash uchun qo'llanadi.
Ya'ni Qur'on Karimninki ulug'likni ifodalash uchun garchi ko'z oldimizda yaqinda bo'lsa-mu, bu zalikal kitob, o kitob debchi ishorat qilingan. Bu arab tiliga xos bo'lgan bir xil alohidilik. Buni shu arab tili bilgan odam shu arab tili tasavvur bilan tushunsa yaxshi tushuna oladi. Ya'ni e, arab tilida ko'z oldimizdagi narsaga yiroqni ishlatish bu o'z o'rnida bo'ldi. Xalqqa ishlatib qo'ysanglar unda bo'lmaydi. Bu ulug'likni ifodalaydiganda sizlar bu yaqindagi narsani hammasi go'zalligini ishlasanglar bu xato bo'ldi. Ammo shu muqaddaslikni, ulug'likni ifodalash uchun yaqindagi narsalargacha yiroqni qo'llanadigan, shundaqla birlikka ko'plik qo'llanadigan shundaq usul bor. Bu uslub, arab tilidagi bir uslub. Bu uslubninki bir tarafi uyg'ur tilimizdan bor. Masalan, uyg'ur tilimizda arab tilida kattalikni ifodalash uchun birlik odamga ko'plik shakli qo'llanadigan ahvollar bor. Masalan, uyg'ur tilimizda biz unda qildik desam, masalan, men yolg'iz bir odam, yolg'iz bir odam turib, bunda qildik desam, bu bir xil cho'nglikni ifodalaydi, bir xil buyuklikni, kuchlikni ifodalaydi. Dal arab tilida yaqin uchun yiroqni ishlatsa bir xil ulug'likni ifodalaydi. Birlik odam ko'plikni ifodalasa bu bir xil yuksaklikni ifodalaydi. Shunga Qur'on Karimda yaratdik deb ifodalagan Alloh taolo. Yaratdik. Yaratquchi kim? Alloh yolg'iz yaratgan. Ammo Allohninki yaratdik, dedik deb ibora keltirishi bu bir ulug'likni, buyuklikni ifodalash uchun kelgan. Ammo shu Qur'on Karimdagi shu zalika ovu deganga bu yerdagi ko'z oldimizdagi kitobga ovu deb keltirishning sababi bu Qur'on Karimning muqaddas ulug'ligini ifodalash uchun kelgan deb tushunsangiz bo'ladi. Ondan boshqa savol bo'lsa, boshqa so'rasanglar. Harf talaffuzini to'g'rilash to'g'risida so'z so'rabdi. Harf talaffuzi arab tilida bak muhim. Masalan, tugan zalika dedik. Buni zalika deb o'qisa olmaydi. Zada chiqarsa olmaydi. Zalika. Ya'ni tilimizningki kuchini tishimizga tekkizib chiqaramiz. Zalika, zalika. Qaranglar. Zalika, zalika deb chiqadi, ha? Zalika. O zalindagi bal cho'ng dot. Ola dolin deb cho'ng dot bilan chiqadi. Bu za 3 xil. Birisi za, ya'ni zanjirdagi za deb buni kuchli asaq bo'ladi. Yana birisi zalikadagi hadadagi va, bu zal. Bu va talaffuz qilinadi, va. Shunga zalika deymiz, hada deymiz. Yana birisi cho'ng dot. Cho'ng dot, ola dolindagi cho'ng dot. Yana birisi za deb o'rganamiz biz. Za. Za bu gelimizdan za chiqadi. Gelimiz za chiqadi. Bu ama zalikadagi hadadagi va. Savoqdashimiz yana so'rabsiz. Shu Qur'on Karimdagi men bu baytni deb berdim. Siz hozir kirdingizmi yo'q bo'ldim. Shu Qur'ondagi zalikal kitob degan ovu kitob degan gap nima uchun bu ko'z oldimizdagi yaqindagi Qur'on Karimga ovu degan yiroqni ko'rsatish olmishni ishlatgan? Chunki bu arab tilida muqaddaslikni ifodalash uchun ko'z oldimizda bo'lsin yiroqni ishlatiladigan bir uslub bor, arab til uslubi bor deb buni tushuntirib berdim, ha.
Savoqdaşlar, agar boshqa savollar bo'lmasa, bugungi muzokaramiz shunchalik bo'ladi. Chunki bugungi darsimizda unchalik murakkab grammatik yo'q. Inshaalloh ertalik grammatik darsimizda biroz kam to'xtalamiz. Chunki ertalik darsimizda bir qadar mo'l grammatikalar so'zlanadi. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Inshaalloh ertalik muzokara darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.